lekin bunday qilsak umuman ko'rinmay ketadi. Azizlar, bundan 100 yillardan oldin Jack Brown Rose mana shu kemani tumshug'ida ketgani. Yana aytaman, bu kema dunyoda yagona transatlantik kema bo'lib, Southampton, New York, ya'ni o'sha Titanic yo'lidan boradi. Ertaga ayni shu paytda kechqurun yarim tunda imенно o'sha Titanic cho'kkan joyga boramiz. Endi u tepada turib muzni ko'rmay qolganda ular. Mayli, bo'larish bo'ldi. Juda ham sovqatib ketdim. Azizlar, mana shu tumshug'ida ertaga video olishga harakat qilaman va videomiz taxminan mana shu suratga o'xshagan bo'ladi. Juda ham sovqatib ketdim azizlar. Juda ham sovuq. Demak, Abdurahmon Fazilov va bizning jamoani kuzatishda davom eting. Zo'r kontentlar hali oldinda. 5 kunimiz bor bu kema bilan. Ketib ko'rinmayapti kemani, ko'ryapsizlar? Nimadir bo'lganda, chiroqlarni yoqib qo'ygan, hech kim yo'q. Ibrohim. Ha? Nima sen unaqa ketmadingmi? Yo'q, nima? Hamma chiqib ketgan, ekstreni trevoga bo'ldi-yu. Seryo'zno? Seryo'zno ukam? Yo'q. Behozir telefonang. Ibrohimlar xonasiga keldim. Ibrohim, suv qancha ekan mana shu suv? $5 ekan aka. Uka, mana senga 4 ta butilka qolgan uka. Videodan keyin olib qo'ymaysizmi aka? Yo'q. Hozir ochaman aka. Chanqadingmi? Onasini esa bir butilka suv $4. Ochdinglar buni ham. Mayli, kemada anaqa qolsin, ukam. Bos zamonida yashab qolgan. Kema ketyapti ukam. U yerda. Nega ko'rinmay qoladi? Qalay. Kechqurun soat 2 bo'ldi. Uyqu yo'q. Shunaqa kemalarni ko'rsangiz, nahot kelib qolasiz. Bu Amerikadan qaytyapti menimcha. Bir narsa ko'rsataymi sizlarga? Mana shu lampochkani o'zim bilan olib yuraman har doim. Nimaga deysizlarmi? U menga ham fonar, ham anaqani bajaradi. Qarang. Dusel kompaniyasini. Dusel bilan hamkorlik qilib turaman. Ko'rdinglarmi? Mana yoriq qiladi. Mana qo'lim olsam o'chadi. Duselda shunaqa lampochkalari ham bor. Krassavchik. Vachach. Qishloq joylarda rosa kerak bo'ladi shu. Bir necha kilometr uzoqda kema ko'rindi, lekin bunday qilsak umuman ko'rinmay ketadi. Azizlar, bundan 100 yillardan oldin Jack Brown Rose mana shu kemani tumshug'ida ketgani. Yana aytaman, bu kema dunyoda yagona transatlantik kema bo'lib, Southampton, New York, ya'ni o'sha Titanic yo'lidan boradi. Ertaga ayni shu paytda kechqurun yarim tunda imенно o'sha Titanic cho'kkan joyga boramiz. Endi u tepada turib muzni ko'rmay qolganda ular. Mayli, bo'larish bo'ldi. Juda ham sovqatib ketdim. Azizlar, mana shu tumshug'ida ertaga video olishga harakat qilaman va videomiz taxminan mana shu suratga o'xshagan bo'ladi. Juda ham sovqatib ketdim azizlar. Juda ham sovuq. Demak, Abdurahmon Fazilov va bizning jamoani kuzatishda davom eting. Zo'r kontentlar hali oldinda. 5 kunimiz bor bu kema bilan. Ketib ko'rinmayapti kemani, ko'ryapsizlar? Queen Mary 2 kemasini ichi bilmadim, bu kemami yoki bir san'at saroyimi? Qaranglar. Katta zali bor. Bu tomonda oldingi bir Italiya bo'lsa, bu tomonda Misr ehromlarini ko'rdingiz. Bu tomonda Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa, bu tomonda Braziliya. Kecha bizni sheriklarimiz restoranga kelishgan, kostyum shiming bo'lsa kirmaysan deyishgan. Men kelib o'tirmadim. Mana bu restoranga hozir kiramiz. Ko'rsataman. Ochig'i ovqatda faqat nima deyapman? Baliq yeyapman, boshqa hech narsa yeyapman. Britaniya restorani. Biz sheriklar o'tirgan bo'lsak kerak. Tepada ham joylari bor, bu yoqda ham joylari bor. Bir vaqt o'zida
2000 ta odamni o'zini bag'riga sig'diradigan restoranni faraz qilyapsizlarmi? Просто fantastik. Men bitta bir marta ovqatlandim, baliq yedim, boshqa hech narsa yemadim. Ochig'ini aytaman, oxirgi 2 kunda tobim ancha yo'q edi, salomatligim joyida emas edi. Mana hozirgi vaqtga kelib sal-pal o'zimga kelib qoldim. Endi bundan buyon sizlarga mana shu kemani qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Bu tomonlari qisqasi haqiqatan ham xuddi o'sha Titanic kemasini atmosferasini beradigan kema Queen Mary 2. Nimaga ayni shu Titanic bilan buni solishtirishadi butun dunyoda? Chunki Southamptondan New Yorkgacha ayni Titanic yurgan marshrut bo'yicha yuradigan yagona kema. Biz hozir Angliyaning Southamptonidan Amerikaning New Yorkiga ketayotgan kema haqida bitta faktni aytib o'taman. Ya'ni bu kema dunyoda yagona kema bo'ladi. Ya'ni mana shu transatlantik kruizni amalga oshiradigan, okeanni to'g'ri kesib o'tadigan va ayni mana shu transatlantik yo'l bilan bundan 110 yildan oshiq vaqt oldin Titanic kemasi suzib o'tgan va 4-kunida afsuski aysbergga duch kelgan. Bu kema mana 20 yildirki Southamptondan to'ppa-to'g'ri New Yorkka qarab yo'lga chiqib kelayotgan kema va bu kemaning shlupkalarini ko'ryapsizlarmi? Bu kemaning shlupkalari Titanicdan farqli ravishda 2 baravarga ko'p. Ya'ni Titanicda 2000 ta odam ketgan bo'lsa, 700 kishilik shlupka bo'lsa, bunda 5000 ta odamga yetadigan shlupkalari bor ekan. Yana bir fakt aytib o'tay. Astag'firulloh. Titanic ham bundan 110 nechidir yil oldin Southamptondan New Yorkka qarab aprel oyida yo'lga chiqqan ekan. Biz ham ayni mana shu o'sha yarim kechasi ko'ryapsizlar. Tun ham mana shunaqa bo'ladi, qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Ayni mana shu aprel oyida Yevropadan Amerikaga qarab yo'lga chiqdik. Va mana bu kemalarda lodkalarni ko'ryapsizlar, mana spasательный juplari qanaqa. Lekin mana imенно oynamni oldidagisi sal sportivroq ekan. Bular yana o'sha boshqacha bo'lib ketadi. Endi bu bilmadim haligi. Uchtech olib tiriklar bormi deydi-yu. Astag'firullah. Qadarimiz Allohdan. Peshonamizga yozgani bo'ladi. Bir xillar kommentariyada yozadi, "Unaqa demang, nafasingizni to'g'ri qiling." Nafasim to'g'ri. Prosta men aytyapman xolos. Osmonni qaranglar, go'zalligini. Xudo xolasa 9-may kuni reja bo'yicha New Yorkka yetib boramiz inshaalloh. 11 dan oshdi va ana endi kemada juda katta shou dasturi boshlanadi. Hamma bu kreslolarga qarang. Prosta bellissimo. No? Bularga men o'tirmayman, bular bilan ko'rmayman ham. Dang'ir-dung'irlar bo'ladi hozir. Ko'ryapsizlarmi joylarda? Prosta fantastika. Kechqurun уже 11 bo'ldi soat. Ular uchun endi hayot boshlanyapti. Chollar, kampirlar, yangalar, momolar, bobolar kirib bu yerda hozir konsert ko'rishadi. Biz esa uyquni dasturini bajaramiz. Mana bu jonim, bu jon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu onada ham ikkitasi turibdi mana. Shunaqa gap. Juda ham katta kema. Voy, kiyimlaringizdan biridan gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, podpischiklarim. E'tibor bergan bo'lsanglar 1 va 2 aprel kunlari, hatto 3 aprel ham storieslarim portlamadi har galgidek. Chunki tobim qochib qoldi. Boshim og'rib, holsizlanib yotib qoldim. Keyin o'yladim, Abdurahmon, asani o'zingda immunitetni bomba qilib ko'taradigan ziravor bor-ku dedim. Mana. Zafaron ichida. Shafran deyshadi buni yana. Ziravorlar shoxi, shoxlar ziravor. Tappa olib damladimda mana. BNB Holdingga tegishli damladimda mazza qilib paqqos tushirdim. Sizlarga yana zafaron haqida ko'proq, aniqroq ma'lumot kerak bo'lsa, Instagramlarni qoldirdim. Barcha ma'lumotni o'sha yerdan olasizlar. Bismillah. Davay ukam, tez tushir pastga suzamiz. Hayda. Down. Haydaymiz, xo'pmi? O'g'lim, stra bora ber. Xolodilnikdan.
How are you, brother? It's good? No problem? No problem. Philippine? Filipino, yeah. Boracay? Yeah, Manila? there. I go to Boracay. Very beautiful. Boracay. Ha. Oh, thank you. Hop. And to my brother. Ha. Hop. Brother, how are you? Good? Yes, sir. Bularga yana narsa berish kerak. Brother, Oh, this number 1. 1, 2, 3. Oh, opa. Number 1. Thank you so much. Good luck. thank you so much. Thank you, brother. Ibrohim yoki Otabek Ayvash bo'lsa-da. Wow! Dediki ular. Hani. Xudoga shukr. Yaxshi ko'raman jigarlarimni. Ochig'i, Xudoga shukr, hayotim davomida Alloh har doim menga yaxshi insonlarni yo'liqtirgan. Hattoki ularning ichida ba'zi birlari yovuz bo'lsa ham, aslida yaxshi insonlar. Ba'zi birlari meni sotgan bo'lsa ham, aslida yaxshi insonlar. Alhamdulillah. Hamma narsa yaxshilikka. Hammasi yaxshilikka. Duoda bo'ylar, duoda gap ko'p. Xudo xolisa, xotirjamlik bo'lsin. Vah, qadar kepka. Ulgurdim. Halol bo'lsa hech qayerga ketmaydi. Faqat kulmelar ustimdan. Qo'y oqsuyak bo'lib, kelib bir bolalarda baliq zakat. Xom baliq olib kelib berdi. Pishmagan xom. Ano. Xorazmda pishirishadi-ya bugun. Gijjonni baliq versiyasi. Xom baliq degandan keyin enasini chiqargandan ko'rsak oshqozoni. Mayli, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bitta gol uramiz. Xom baliq bo'ladimi? Mana muzlar bilan. Voy. Aka, gol ichib ko'rdingizmi siz? İçtim. Ha? Maza qildim. Bu odamga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Bu odam Amerika hayotini ko'rsatib boradi. Xudo xolisa aka, O'zbekiston Portugaliyaga gol urganda gol deb nishonlash nasib qilsin. Gol Mahito. Bizlatib yuboradi buni. Bismillah. Yoqimli ishtaha, xom baliq. Voy, pianino ham chalishni bilar ekanlar, ey dadam. San'atni ko'ryapsan, san'atni. Ularni hayron. Hamma hayron. O'rgan student. Mana shunaqa bo'ladi. To'lqin ovozlarini eshityapsizlarmi? Shamolni eshityapsizlarmi? Qisqasi 1-2 aprel kunlari qattiq tobim qochib qoldi va 3-aprel kuni esimga tushib qoldi mana zafaron. Qalamchilarni ochamiz. Olib tashlaymiz. Mana. Azlar. Zafaronni inson organizmini qanaqa tozalashini, immunitetni kuchaytirishini, ayniqsa yoshi ulug' ota-onalarimizga qanchalik foyda ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Instagramlarga kiring, bilib olasiz. Keyin nima qilamiz? Olamizda bismillah aytib damlab 2-3 soatdan keyin mazza qilib ichamiz. Mani duo qilasizlar. Ota-onalar sizlarga duo qiladi. Zafaron. Agar kemadan odam pastga tushib ketgidek bo'lsa, nima bo'ladi degan savol tug'ilyapti. Birinchi navbatda o'sha odam tushib ketgan joyga lokatsiyani tashlashadi va undan keyin kemani to'xtatish harakatini qilishadi. Ammo bu juda ham oson ish emas, chunki kema stopni bosganda ham taxminan 3 kilometrga borib to'xtaydi va kema qaytib kelib ayni o'sha odam tushib ketgan joyga, mana bu qayerlarda emas,
mana bu yerda tez yurar qayiqni pastga tushirishadi. Ammo lekin odamni izlaguncha, kema qaytib kelguncha taxminan 1-2 soat vaqt ketadi kamida va o'sha payt ichida odam o'zi nobud bo'ladi. Nimaga? Mana bu suv shu darajada sovuqki, bu suvga tushgandan keyin insonning organizmidagi qonlar sovib, yuraklari to'xtab qolishi aniq. O'sha Titanik halokatga uchraganda ham juda ham ko'plab odamlar saqlanib qolgan, lekin suv sovuqligidan nobud bo'lishgan. Shu uchun agar kruiz kemalariga borsangiz, hech qachon bunga silishki mana bunaqa narsalarni qilib, harakat qilib, riskovat qilib hazillashmang. Oling deyapti nima? Aka zafaron. Aha. Sariq rang ko'rasiz? Da. Men ichyapman buni. Rahmat, ichavering, mayli. Roziman. Afg'onistonga borganimda postoyanno mashina ichar ekanda, lekin kurtka kiymaydi afg'onlar, bilasizlarmi? Nimaga? Yuqa kiyimda yurishadi. Aha. Antifriz vazifasini bajarar ekan, aka. Tanada yursa issiq tutar ekan, aka. Yomon energetikniy ichimlik. Zafaron. Ha, Afg'onistonlik afg'onlar mashina ichadi. Agar bilmasanglar, Oling, korobkasini oling, korobkasini. Uka mana. Mana Afg'onistonningizni ham zafaronni Alloh alam urib qo'yadigan sizga podarka. Nechtaga yetadi mash? U anchaga yetadi, juda ko'pga yetadi. Bir donami 2 dona solinar ekan. Mana mashinga 2 dona solib qo'yasiz. Kechqurun uxlashdan oldin. Uxlashdan oldin solib qo'yasiz. Ertalab och qoringa bitta ichasiz bo'ldi. Antifriz bo'ladi, ukajonim. Bo'ldi aka, oldim. Mana, xohlasangiz bitta aniq idishidan ham podarka qilaman. Azizlar, zafaronni yana ham ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, Instagramlarini Otabek aka mana qoldiradilar. Yarim tunda уже ertalabki zavtrakka hamma kemani stollari tayyor turibdi-da. Undan tashqari mana bu yerda maxsus restoran bor. Bu yer polni ishlaydi. Sizda ana hello. Oh, how are you? Sister, look for you. Chocolate. Thank you. With love. With love. Thank you. Thank you. Mana bu yerda taom. Filipin, Barakay. From Uzbekistan. Ana, bu kim? Mitxun Chakraborti. Azizlar, qisqasi kechasi bilan bular ishlab, ertalabga tayyor qilib qo'yadi. Ha, bitta marojniy bor, hozir borib marojniy yeyman. Mana bitta qiz kelyapti, sister. Hello my sister, how are you? Mana, senga ham bitta. Wow, thank you. For you too. Where is this came from? From Uzbekistan. Hi, Uzbekistan. You're so beautiful. Xotinim shu qilganingda ko'rmasa bo'ldi-da. O, ana. Ikkita marojniy oldik. Mana bu yaxshilar turibdi. Xonadoningni, короче, kechasi bilan mevalar hammasi tayyor turadi. Bemalol istaganingni olib ketishing mumkin bo'ladi. Lekin biz ikkita marojniy bilan mana qilamiz. Shukrlanamiz. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow. Okay, bye. Bismillah. Azizlar, marojniga gap bo'lish mumkin emas. Lekin agar siz Qo'qonda, Farg'onada, Uchko'prikda yashayotgan bo'lsangiz, vodiyda mana Instagramlarimni qoldiraman. Instagramidan o'qib o'sha bilib olasiz bu marojniy kimga tegishliligini. Bosinglar. Mazali, narxlari zo'r, halol, pok va eng muhimi o'sha Qo'qonboydagi marojniy. Просто yeb ko'ringlar. O'sha boshqa joyda marojniy yegilar kelmay qoladi. Bismillah. Bellissimo. O'zbekka kelib katta xato qildimmi deyman, Sadri.
pulga uchdik-da. Pulga uchdik. Hayat gülzarına kezdim, tikonlarni chiqdi. Bitta fakt qaranglar, mana Choli kampir. Mana bu ham Choli kampir. Bu tomonda Choli kampir kitob o'tirib o'qib o'tiribdi. Bitta Choli kampir ketyapti. Bitta Choli kampir kelyapti. Onangni ham ko'r. Meni kampirim qani? Mana meni kampirim. Abed qilib chiqdik. Alhamdulillah yetkazganiga shukr. Ana aytdim, ovqatdan keyin yegani mana karlivari qilib qo'yibmiz, Xudoga shukr. Akanda Azar ovqatdan keyin yarim soat o'tib bitta karlivarni urib yuboring. Oshqozoningiz va butun organizmingiz sizga rahmat deydi. Kampirjon. Inshaalloh hammamizga mana shunaqangi Choli kampir bo'lib, sayohatlarga chiqish, umra, haj safarlariga chiqish nasib ro'za aylasin. Mana bu qutqaruv kemalari taxminan 120 ta odam ketadi. Lekin bunaqadan bortda dedi bir 10 tacha bor xolos, 10 tami 15 ta. Lekin qolgan odamlarni qayerda va nimada qutqarib qolishadi deb o'ylaganlarga zo'r javob. Mana shuni ko'ryapsizlarmi? Har bittasini ichida kema bor ekan, naduvnoy. Har bittasida suvga tushgandan keyin mana bunaqangi yoyiladi. Ko'ryapsizlarmi? Katta bo'ladi. Har bittasini ichiga 37 ta odam ketar ekan. O'ylayapsizlarmi mana? Mana shularning hammasi suvga otilar ekan. Mana u qizil liniyasi turibdi-yu, shu ochilishi bilan bu ochilib, mana bu tashlab yuborar ekan suvga olib. Odamlar o'tiradigan bo'lar ekan. Zodiak deyiladi bu nomi. Har bittasiga 37 tadan odam ketar ekan. Ilohim bunga ishimiz tushmasin. Menimcha bu neft tashiydigan tanker bo'lsa kerak. Juda ham katta ekan, o'ta katta ekan. Ana shunaqa gaplar. Haligi juda ham ko'p Titanikni gapirib yordi-ku oxirgi payt. Bugun shunga ucheniya bo'lib o'tdi. Xudo xolasa safarimiz yakunlanishiga yana bir 2 kun qoldi. Aka, qalay? Taassurotlar. Mazza qilaman. To'g'ri. O'sha gap. Mahmud akam bizni kemalarimizni, mashinalarimizni to'g'ridan-to'g'ri hammasini hal qilib bergan inson. Rahmat. Va bu insonni ta'rifga gap yo'q. Hammasini boshida turgan odam shu odam bo'ladi. Haligi nima boshi deydi? 50 boshi, короче. 100 boshi, 1000 boshi. Ikkovlari ham Amerikada istiqomat qilishadi. Instagramlarni qoldiryapman. Podpisatsiya qilsanglar, Amerika hayotini to'g'ridan-to'g'ri ko'rib borasizlar. Tugadimi? Finish. Finish. Voy, aldabdi-da bizni. Finish. Voy, yolg'on gapiribsizlar-da. Bye bye.